Sirdishish bir xil dil huzuri. U kishi qalbida yozdagi mayin shamol, qishdagi o't yolqindek tuyg'u shakllantirdi. Chunki sirdishish orqali ko'nglimiz taskin topadi. G'ubarsizlanadi ham ruhimiz ko'tariladi. Sirdishish qalb aynigimizning bir qatimliq uzil-kesil yumilishi. Buningdan ayonki, samimiy sirdishish ruhiyatimizga tasalli va rag'bat bo'ladi. Qani do'stim, sirdishish so'rinimizga keling. Tun TV programmasi. Turmuşda her bir odamning ya undaq, ya mundaq narsalari kam bo'ladi. Ba'zilar ma'lum sohada kasbda o'zib chiqqan bilan turmushdagi kamkutlari ko'parak bo'lishi mumkin. Yoki dal ashu kamkutlar ularni ashundaq mukammallikni qo'g'lishga undagan bo'lishi mumkin. Odam hamisha boshqalarga havas qiladi. Boshqalarning boyligi, oilasi, nom otqiga havas qilib yashaydi. O'z turmushining bo'lsa oddiy ma'nisiz o'tayotganligidan og'rinadi. O'zida bor bo'lganlarning boshqalarning havasini qo'zg'aydiganligini o'ylabmi baxmaydi. O'zida bor bo'lganlarini ching tutgandila, ham turmushga salmoq muomala qilgandila, texmi yaxshi ham rozimanlik bilan yashay oladi. Yaxshimsizlar tun TV-larining qadrli anglovchilari, men Sanubar muallim. Qani undaqda bugungi maslahat alg'uchimizning maslahatini anglab o'taylik. Bir masala so'rg'ichimiz mundaq deb uchur qoldiribdi. Yaxshimsiz muallim, men turmush to'g'riliq maslahat so'raydigan. Men 30 yoshga kirdim, ayolim bilan ikkimiz savoddosh. Uzun mezgil aralashib to'y qilgan, bir oylik kirgandan keyin ayolimning bekli joyil ekanligini his qildim. Ham bu mijozini faqat o'zgartirmadim. Ayolim bekli kamsiz, biz do'kon ochimiz. U do'konga kirgan ayollardan meni kullab, yo'qlang ishlarni deb bekli ko'zimga kirib oladi. Oilada bo'lsa tozligi yaxshi emas. O'zini bek yasaydi. 7 yoshga kirgan bir qizim bor. Men bek keng qo'rsoqlik bilan uy tutaman. Qizimg'imi bek qo'pol tegidi. Ajrashib ketay desam, texi o'nimaydi. Bir-birimizni qo'llab, amisi yaxshi o'tayli desam ma'qul deydi-yu, ammo ma'qulqidan kirib, avqulqidan chiqib ketadi. Men ayolimni bir yaxshiroq oil ayoli bo'lsa-kan deb bekli umid qilatdim. Buning ko'nglini echish uchun sirtlarga chiqib, o'ynatib, mehmon qilib turaman. Shundaqdimi yana meni bekli kullaydi, ham telefonimni oqtirib, bek ochchig'imni keltirdi. Mening talabim bir oilada bir ayol kishilik majburiyatini ado qilsa-kan, onalik majburiyatini yaxshi ado qilsa-kan deb umid qilatdim. Ammo ayolim bekli o'rin. Men 10 yil mobaynida faqat o'zgartirmadim. Chiroyli gap qilib baxtim, hammani qilib berib baxtim, faqat o'zgartirmadim. Men oxiri ajrashish yo'lini tanladim. Buningga bir yaxshiroq maslahat bergan bo'lsangiz, rahmat sizga deb uchur qoldiribdi. Yaxshimsiz, qanday ahvolingiz? Qoldirgan uchuringizda ayolingizga bo'lgan noroziligingizni o'ttirga qo'yibsiz. Agar ayolingiz haqiqatan siz tasvirlagandek, siz ta'riflagandek mushundaq ayol bo'lgan bo'lsa, u chaqda bu haqiqatan layoqatli ayol bo'lanmabdi. Oilada yaxshi majburiyatini to'liq ado qilolmabdi. Endi oxirgi borganda men allaqachon ajrashishni tanladim. Maslahat bergan bo'lsangiz debsiz. Siz yo'lni tanlab bo'psiz. Shundaq-ku. Endi turmush hammamizning o'zimizga tava. Özümüz mağımız. Biz turmuşingizga yo'q sen uy tut ya ajrash deb biz bekitib turgan hech qanday huquqimiz yo'q. Chunki buningdan keyin yo'lni biz sizga mengishib bermaymiz. Bizchi bo'lsa, yaxshiligidek imkoniyat bo'lsa yaxshilab,
O'zgartgidek imkoniyat bo'lsa o'zgartib, uy tutib ketsa deb umid qilamiz. Chunki o'tiringlarda bir bola bor ekan. Har qanday bir bolaning nihoyatda mehr muhabbatga to'lgan mukammal bir oilada cho'ng bo'lishini umid qilamiz albatta. Meningcha ota-ona bo'lg'uchi texmi bekarak buni umid qiladi. Agar cho'qim ajrashishni qaror qilib bo'lgan bo'lsangiz, biz buningga hech qanday gap qilmaymiz, hech nima deyolmaymiz. Agar yana ishkilanayotgan bo'lsangiz, bu sizning shu oilaga nisbatan yana ozroq bo'lsa-mu mehringizning borligini, tortishayotganligingizni ko'rsatadi. Agar shundoq bo'lsa, siz imkon bo'lsa yana bir tirishib beqing. Ayolingizmi ajrashishga qo'shilmaydi ekan-ku. Shunda bo'lgan ekan, ayolingiz bilan uchuqli paranglashing. Balkim burunmi paranglashgansiz. Lekin shu parangning mazmuni yoki maqsad muddalarini to'g'ri ifodalamagan bo'lishingiz mumkin. Şoň ayolingizlar o'tirib, "Sening miyarang bo'lmaydi. Men mushu tarpingni faqat sig'dirolmadim. Şoňa sen bilan ajrashib ketishni tanlayapman. Ammo bo'lsa, mening mushu bolani yetim qilg'im yo'q, mush uyni tutib ketgin ba. Endi sen hozir qadar meni adadin ortiq kunlab kelding. Mening hech qanday ishim yo'q. Agar sizning hech qanday ishingiz yo'q bo'lsa, kunlab kelyapsan, behuda. Agar ikkimizning o'tirsida mas'ul bo'lib ajrashib ketsang, bu kunlashlaringning hech qanday ahamiyati qolmaydi. Shunga senmi men taklifingni qo'y. Sen mundaq bo'lib bergan bo'lsang deb, men shuningga tirishay. Senmi men qo'yib bergan taklifni qo'y. Birinchidan, uy ichini pok tutsan, ikkinchidan, bolalarga vaqirab jaqalmaysan, uchinchidan, mijozingni o'ngshab küllümaysan, telefonumni aqtırmaysan, men ishinisan, mushtaq o'zingiz ayolingizdan talab qiladigan yalarning hammani yezib chiqing. Yezib chiqib, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi deb. Mushlarning hammasiga amal qilsa, da ayolingizmi yezib bersin sizga. Sizmi amal qiling. Chiqinglar almashtirib tutib, bir oy sinab beqinglar. Ayolingiz bir oy aşı degan ishlarning hammani qilib baqsin, amal qilib baqsin. Agar men yo'q buning amal qilmaydi ekanman desa, u chaqda endi bu tanlash o'zingizga tava. Biz bu yerda talab etsak bo'lmaydi. Agar men qilib baqay, tirish baqaymish uy bo'lib ketsin desa, ayolingiz shu bo'yicha menga baqsin, siz ayolingizning orzusidek ishni qilib beqing. Ikkalanglar bir-biringlarni rozi qilib beqinglar. Balkim bu jarayonda sizmi ayolingizdan suyunib qolasiz, ayolingizmi sizdan rozi bo'lib qolar. Ham ayolingizmi oila muhitining o'zgarish bo'lganligini ko'rib, asli men bunda qilgan bo'lsam, texim yaxshi bo'ladi ekan, texim baxtli bo'ladi ekanman, texim xushal bo'ladi ekanman degan tuyg'ularga kelib qolsa, meningcha asta-asta yaxshilanish bo'lib ketadi. Shunga sizga bergan taklifim, agar siz ishkilanayotgan bo'lsangiz, yana bir qitim tirishchilik ko'rsatib beqing. 10 yil degan oz vaqt emas. 10 yil bir uyda yaşamak degan oson gap emas. Cuma bir tirishib beqing. Agar yo'q men tirishmaydi, men bir qaror kep bo'ldim desangiz, ham u sizning tanlashingiz. Buningga biz birni deyamaymiz. Bulamda sizning baxtli bo'lishingizni, turmushingizning asliga kelishini, bo'lsa baxtli oilangizning qaytadan yana baxtga cho'mishini, farzandingiz bo'lsa ishqinglarning oldida ota-onaning mehriga qinib turib cho'ng bo'lishini umid qilaman. Tün Twitch'leri programması. Yana bir do'stimiz mundaq deb uchur qoldiribdi. Yaxshimisiz, muallim, men bu yil 32 yoshga kirdim. To'y qilganimga 6 yil bo'ldi. 5 yoshlik bir o'g'lim bor. Biz to'y qilgan dastlabki 2 yilda ayolim bilan cho'nglab birga turdik. Bu jarayonda men ayolim, opam va ini-sing'illarim o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri hal qila olmaganligim tufayli ayolim va mening urug'-tuqqanlarim o'rtasida xili ko'p ko'ngilsizliklar yuz berdi. Men shundaq chaqlarda mayli xatolik kimda bo'lishidan qat'iy nazar, ayolimdan meni bakarak tushunishni, ko'ngliga olmaslikni talab qilib keldim. Ayolim menga noroziligini bildirib turgan bo'lsa-mu, lekin ota-onasiga, urug'-tuqqanlarga ancha bildirib ketmadi. Kunlar shundaq o'tib, to'y qilib 2 yildan keyin men xizmat munosabati bilan uydan ayrildim. Bu jarayonda borgancha munosabatimiz nacharlab ketdi.
Uning deyishicha, uning kalisiga burunqi mening urug' tuqqanlarim o'tirsida yuz bergan ishlar esiga kelib oladi ekan. Faqat xiyolidan ketmabdi, ham ko'nglidan chiqirib yetmabdi. Burun shu ishlarga chidab kelganiga endi pushaymon qilishga boshlabdi. Men ayolim bilan muhabbatlashib to'y qilgan. Aralashayotgan vaqtda ham to'y qilgan dastlabki mezgillarda bir-birimizni intayin yaxshi ko'ratdik. Ammo hozir munosabatimiz ancha yaxshi emas. Balamiz shunchalik umoq, aqlli cho'ng bo'ldi. Har ikkimiz balamizga faqatla chidamaymiz. Burun bila turgan mezgillarimizda xizmat aldirashligi va turmush besim tufayli ayolimning ko'nglini oladigan, esida qolgudek biror ishmi qilib boqmabdiman. Buningga hozir intayin pushaymon qilma. U men uchun nurg'un narsalardan voz kechib turib, men bilan yashashni tanlagan edi. Lekin men uning uchun qilib bergan ishlarim intayin oz ekan. Buningdan burun biror qitimmi to'y xotiri kunlarimizni o'tkazib boqmabdimiz. Uningga biror qitimmi tug'ilgan kunni o'tkazib berib boqmabdiman. Mening ayolim bilan bo'lgan munosabatimni yaxshilab, uning bilan umrimning oxirigacha baxtli oila qurib o'tgim bor. Hozir men xizmatimni asliga keltirib, qaytib keldim. Yana birga yashaydigan fursatmi bor bo'ldi. Endi mening maslahat so'ramoqchi bo'lgan masalam bo'lsa, qanday qilsam ayolimning burun ranjigan ko'nglini o'zimga qarta olarman. Ayolim, urug' tuqqanlarim va ota-onam o'tirsidagi munosabatni qanday qilib yaxshilaman, yaxshi ilib boraman deganlar ustida bir maslahat so'ramoqchi edim deb qoldiribdi. Yaxshimisiz, qanday ahvolingiz? Xatlaringizni ko'rib o'tdik. Eng oldi bilan sizdan suyungan yerim, qanday bo'lishdan qat'iy nazar siz o'zingizning ketkizib qo'ygan yerlaringizni his qila olasiz. Vaqtida tunibsiz, ham pushaymon qilibsiz, ham qanday qilish ustida o'ylanibsiz. Nurg'un yigitlarimiz bor, erlarimiz bor hozir qaysi taraflardan ketkizib qo'yayotganligini o'z faqat his qilmaydi. Amal ba xatolikni qarshi tarafga otib turdi. Hatto ko'nglida his qilgan taqdirdami xatolikni boshqalarga ortib turdi. Shu sababli faqat to'g'ri yo'lni topolmaydi. Ham oxirida pushaymonga qoladi. Yolg'iz erlarlar emas, turmushimizda yandirg'in ayollarimiz bor. O'zidagi kamchiliklarni, nuqsonlarni bayqamaydi. Bayqagan taqdirdami turmushining baxtsiz bo'lishi yoki ba'zi bir ko'ngilsizliklarning kelib chiqishini o'zidan emas, oiladan, qarshi tarafdan istaydi. Bizda pichoqni avval o'zingga sol, og'rimiz kishiga deydigan gap bor. O'zimizda qanday savalliklar bor? Bir o'ylashib ko'rib, uningdan boshqalardan izlanishimiz kerak. Chunki boshqalarning bizga tutgan ba'zi bir muomalalariga bizning ba'zi bir harakatimiz, ba'zi bir mijoz xulqimiz, qilmishimiz sababchi bo'lib qolgan ahvollarmi bo'ladi. Shunga turmushda yo'liqqan har bir o'ngsizlik, har bir ko'ngilsizliklarga nisbatan oldi bilan javobni o'zimizdan izlashimiz kerak. O'zimizdan tepilmagan chog'da uningdan atrofda izlasak bo'ladi. Ba'zida nihoyatda aldiraqsonlik bilan chiqargan qarorimiz yoki bo'ldilar deb diqqat qilmay o'tkazayotgan kichikgina ishlar, ketkizib qo'ygan vaqtlar oxirida bizni pushaymon qildirdi. Ayni vaqtda bizga bu hech qancha ish emas deb bilingan ishlar oqiga borgan chog'da intayin cho'ng ishga aylanib ketadi. Shunga har qanday bir masalani amal va dal vaqtida hal qilish kerak. Bo'libmi turmushdagi masalalarni. Bu turmushdagi ushaq jidallarni vaqtida hal qilsangiz amaliyoti bu hech qanday cho'ng ish emas. Faqatla vaqtida hal qilib maqsa o'z yo'li bilan maqdi. Ham shunday ushaq ziddiyatlarmi o'z vaqtida kelganda shu oilaning inoqligini qo'lga keltirishda ham ayollarning mehr muhabbatini cho'nqurlashtirishda bir aktiv rol o'ynab qoladi. Chunki xizmat besimi, turmush besimi tufaylidan ko'p vaqtlarda ayollar mungdishadigan bir fursatlar bek oz bo'ladi-ku. Bo'lib bolalik bo'lgan oilalarda. Oila qaytganda kechda bolaning u ishidaymiz, bu ishidaymiz, nurg'un ishlar bizga yuklangan bo'ladi. Shu sababli o'tirib bir mungdishib, bir-birimizni tushunishadigan, ko'ngil sirlarimiz aytishadigan mundaq vaqtlar bek oz bo'ladi. Endi ikki odam bo'lgandan keyin hammasi o'ziga qarta ko'ngli bor, ideyasi bor, o'y xiyollari bor, hissiyat o'xshamaydi. Buni hergizmi bir odamga mashindaqlik qarablam ishlatganing hamini ko'rish mumkin emas-ku. Garchi siz 10 yil, 20 yil uy tuting, hergiz tushunib bilmaysiz. Bu tushunish shu paranglashish orqali bo'ladi, mungdishish orqali bo'ladi.
Ba'zida mana bir uşaq ziddiyatlar chiqqanda, ashuni hal qilish jarayonida, hamda bu bek cho'ng bo'lmasa, kichik ishlarni vaqt-vaqtida hal qilsangiz, ashuni hal qilish jarayonida nurg'un gaplar chiqadi. Umi ko'nglidikin deydi, o'ylig'ini deydi, bumi ko'nglidikin o'ylig'ini deydi, qarshi tarafni tushuna olamiz o'zaro bir-birimizni. Anandikin bu masala hal bo'lgan chog'da boshqacha bir mehrimiz cho'nqurlashadi, bir-birimizga bo'lgan tushunchamiz cho'nqurlashgandikin. Anandikin asta-asta tig'i o'yning muhitiga, oila shu to'yning inoqligiga texmi yaxshi aktiv rol o'ynab berdi. Agar bu ishlarni vaqtida hal qilmasak, kichik ish bu nim bo'ladi, o'tib ketadi, voyjon atil o'ng'ishil qoldi, unutilib ketadi. Hargiz bunday o'ylamaslik kerak. Chunki unutilib ketmaydi. Bu masala turmushdagi kichik ishlar odamning ko'ngliga tushib ketadi. Qalbning bir cho'nqur qatlamiga saqlab qo'yadi. Ermi shu, ayolmi shu. Bo'ptilar devatgan bilan hargiz bu masala bo'ptilar degan gap besivatdi uni degan gap, hal bo'ldi degan gap emas. Besilib bu ishlar ko'payib chog'da anondikin bir yo'g'on tugunni hosil qiladi bu. U chog'da bu tugunni yechmak bek tezga to'xtaydi. Mushu yig'ilib qolgan ishlar asta-asta bu sesishga boshlab ko'ngilni so'ytadi. Mushu ayollarni bir-biridan. Shuning uchun bunda yig'ib qo'ymaslik kerak. Vaqtida hal qilib menish kerak. Endi o'tgan ish o'tib ketdi. Qarindishim, dal vaqtda shu ishlarni hal qilolmabsiz. Shu vaqtdami ayolingizni o'zingiz degandek ko'nglingizda ololmabsiz. Ammo qanday bo'lishdan qat'iy nazar, hozir bo'lsa pushaymon qilibsiz. Pushaymon qildingiz degan gap siz bundan keyingi hayot musobaqangizda, shu turmushingizda bunday ishlar qayta yuz bermaydiganligiga siz kafolat qila olasiz yoki tirishsiz shuningga qarta. Shunga endi bundan keyingi vaqtingizga qarang. Ayolingizning ko'ngli haqiqatan qattiq og'rigan bo'lsa, savallik sizdan o'tgan bo'lsa, damallıqqa siz kelib ikki og'iz chiroyli gapni qilganga yoki biror ikki tal gullarni elib tug'ilgan kunning to'y xotir kunning o'rnini to'liqlab berganingizga u sizni kechirib yoki ichilib ketishni atayin. Qattiq boshdan sizni yaxshi ko'rib hayajonlanib ketishni atayin. Chunki ayolingizning hozirgi kayfiyat holatining paydo bo'lishimi bir ikki kunlik ish emas. Uzun mezgillik men degandek mushlar ko'ngilsizlik, to'qinish, nurg'un umidsizlik mushxil hissiyotlar to'planib hozirgi kayfiyatni shakllantirgan. Shuningga siz qaytib kelgandan oldi bilan yaxshi paranglashib, muhimi o'zingizning xatoligini to'liq tuning. Men xato qilibman emas, qaysi jihatlardan xato qilibsiz? Burun his qilmabsiz. Ayrilib turgandan keyin siz xizmat munosabatlaridan bir mezgil ayrilib turibsiz-ku. Ayrilib turgandan keyin his qilganingizni, bu oiladan ayrilanmaydiganingizni, ayolingiz va bolangizni intayin yaxshi ko'rdiganingizni, ayrilanmaydiganingizni, mushu o'zi uchun bo'lmasimi, siz uchun bo'lmasimi, mushu balangizning baxti, balangizning xushalliqi uchun bo'lsimi, sizga bir fursat berishini, 1-2 oy yoki bo'lmasa bir yil, 1-2 oy bekbe az bo'lib qolgan bo'lsa, 1 yil bir fursat berib beqing, meni ko'rib beqing, meningdagi o'zgarishlarni ko'rib beqing. Men boshdan sizning ko'nglingizni ilishga tirishiman. Agar mushu jarayonda men sizning ko'nglingizni ola olsam, ham shu ishlarni men sizga unuttira olsam, undan keyin biz davomli o'y tutib ketaylik. Agar 1 yildan keyinmi siz meni faqatli qabul qilamisingiz, o chog'da men sizga hurmat qilaman sizning tanlashingizga deb oldi bilan mushunchalik bir fursatni qo'lga keltiring. Andan keyin jugurablam men yilqi o'tib ketgan tug'ilgan kuningizga to'rt olgandim. Voy men sizning yilqi o'tib ketgan to'y xotir kunimizga gul olgandim deb emas. Bundan keyingi har bir shunday muhim kunlarda aytdi, xushqig'idek xotirlab, ayolingiz, bolangizni to'p ko'parak teshig'iga chiqib birga o'ynab, oila muhitini sal bir illiqlashtirib, romantikaroq bo'lib, bundan keyin qiynabingiz, opingiz, ayolingiz, urug' tuqqanlar o'tirsidagi munosabatni yaxshi tanishib, amal ba ayolingiz opingizga, urug' tuqqanlaringizga chiroyli ko'rsatib, urug' tuqqanlaringizni opingizga chiroyli ko'rsatib, o'tirliqda bek amal ba gap to'shimay, to'shsangiz bir yaxshi gaplarni opirib, mushundaq bir yo'llarni tutsangiz, asta-asta eriydi. Ayol kishi degan amaliyotda intayin o'shkining yig'i deb qo'yamiz-ku, intayin oson eriydi. Ba'zida bir o'ylab baqsanglar ayollarning talbi undaq yuqori emas. Endi yaxshi, mas'uliyatchan bir ayolning talbi undaq yuqori emas. U faqat o'zining qilganlarini, yo'ldishining bilishini, shuningdan rozi bo'lishini, bir illiq mehr muhabbatiga erishishni yo'ldishining.
o'zini tushunishini, shunchalik narsalarni orzu qiladi. O'zaro bir-biringlardan bek yuqori talab qo'yib olmanglar. Chunki hammamiz inson, hammamizning ortiqchiligi bor, kamchiligimiz bor. Oxirda bo'lsa, boya men degandek, aşı bir qisqagina bir yillik fursatni oldi bilan qo'lga keltirgandan keyin, uningdekin o'z tirishchiligingiz bilan ayolingizning ko'nglini qaytadan eritib, uning qalbiga erishib, uyingizni tutib ketishingizni, texmi baxtli bo'lishingizni, farzandingizning aqlli, sog'lom, xo'shal, xo'ramlik ichida baxtga cho'milib cho'ng bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Tün Twitch'leri programması. Qadirli do'stlar, menimcha biz odamlik salohiyatiga ega bo'lganligimiz bilan har qanday qiyinchilik va o'ngsizliklarga mardonalik bilan astoydil muomala qilishimizga to'g'ri keladi. Dunyodagi zo'r muvaffaqiyatlarga erishgan barliq g'olib kishilarning hammasi dal mushu nuqtani to'liq his qilgan ham uningga astoydillik bilan rioya qilgan bo'lg'achqa, ular eng oxirida g'oliblar qatoridan o'rin ola olgan. Bugungi tun Twitch'larimizning mazmuni mush yerda oxirlashdi. Atidagi tun Twitch'larda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.